Kelinglar, ertangi go'shimga xuddi shunaqa suvli, shirali jarkob tayyorlaymiz. Tovuq go'shtidan to'ygan bo'lsanglar ham bu taomni mazza qilib yeysizlar. Suvlardan oson ajraladi va juda ham shirali bo'ladi. Katta piyoz bo'lsa bitta, kichkina piyoz bo'lsa ikkita dona piyozni to'g'rab olamiz. Bir cho'mich yog' solib qizdirib, go'shtlarimizni qizartirib olamiz. Tovuq go'shtini qovurayotganda pripravalarni chesnoklar bilan qovursanglar, uni mazasi juda ham yoqimli bo'ladi. Tovuqlar qizargandan so'ng piyozni solib yaxshilab qovuramiz. Kartoshka va piyozni solib yana 5-6 daqiqa qovurishda davom etamiz. Kattaroq bo'laklarga bo'lingan karam qizartirish uchun tomat va yana yaxshilab qovuramiz. Taomga shira berish ham aynan shu qovurishga bog'liq. Yaxshi qovurilgan ovqatimiz ustiga suv solib, jambil shoxlaridan ham solib qo'yamiz. Lavr bargi va qaynab chiqishini kutamiz. Bu orada meni biskvitim ham pishib qoldi. Biskvit retsepti esa lentamda bor. To'liq retsept bilan tanishib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Qaynab chiqqan ovqat otashini pasaytirib, o'rtadan pastroq oluvda 1 soat 1,5 soat qaynatamiz. Va bu taom shunaqa mazali bo'ladi, mazza qilib non botirib yeb olasizlar. Yoqimli ishtaha bu taomni albatta menyungizga qo'shing. Videoga like bosishni bizani motivatsiyamiz uchun.